Jin suresi Mekke'de nazil bo'lgan. Jami 28 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, qavminga aytqinki, bir qancha nafar jinning mendan Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi. Ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi: Biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Uningga iymon etdik. Parvardigorimizga hech kimni sherik keltirmaymiz. Parvardigorimizning azamati kattadir. Xotini va bolasi yo'qdir. Bizning oramizdagi ahmaq, ya'ni iblis, Allohga va uning kattaligiga naloyiq so'zlarni qildi. Biz insanlar va jinlar Allohga yolg'onni chaplamaydi deb o'ylagan edik. İnsanlardan ba'zi kishilar jinlardan bo'lgan ba'zi kishilarga sig'inatdi. Shuning bilan jinlar texmu takabburlashib ketdi. Ular, ya'ni insonning kuffarlari sizlarga o'xshash Alloh hech odamni o'lgandan keyin tirildirmaydi deb gumon qildi. Jinlar aytdi: Biz osmon ahlining so'zlarini tinglash uchun osmonga chiqishni tiladik. Osmonning kuchlik muhofizatchilar, ya'ni farishtalar bilan va ko'ydirguchi yulduzlar bilan to'lib ketganligini bayqadik. Biz hamisha o'g'irlikchi tinglash uchun osmonning o'ltirishga bo'ladigan joylarda o'ltiratdik. Kimki hamda o'g'irlikchi anglashga urindi ekan, uni kuzatib turgan ko'ydirguchi yulduzlarni bayqaydi. Biz jinlar jamoasi zimindikilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Parvardigori ularga yaxshilik iroda qildimi bilmaymiz. Bizning ichimizda yaxshilarmi va uningdan to'van turdiganlarmi bor. Biz turli yo'llarga bo'lindik. Biz jazman ishondikki, Allohni o'z irodasini ishga oshirishdan hargiz ojiz qila olmaymiz. Uning azobidanmi qochib qutula olmaymiz. Biz hidoyatni, ya'ni Qur'onni anglagan chig'imizda uningga iymon keltirdik. Kimki Parvardigoriga iymon etdigan, yaxshiliklarning kemiyib ketishidan va yomonliklarning orttirilib zulm qilinishidan qo'rqmaydi. Bizdan musulmonlar va haq yo'ldan chiquvchilarmi bor? Musulmon bo'lganlar to'g'ri yo'lni izlagan bo'ladi. To'g'ri yo'ldan chiquvchilar jahannamga o'tin bo'ladi. Agar ular, ya'ni kuffarlar to'g'ri yo'lda bo'lsa edi, ularni sinash uchun mo'l yomg'ir yog'dirib beratdik. Ya'ni rizqini keng qilib beratdik. Kimki Parvardigorning zikridan, ya'ni Allohning toat ibodatidan yuz o'raydi ekan, Alloh uni qattiq azobga duchor qiladi. Masjidlar Allohga xosdir. Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. Allohning bandasi, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga turganda, Qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib, uni besvilishga tas qoladi. Ey Muhammad, diningdan yenib ketishingni talab qilgan bu kuffarlarga aytqinki, Parvardigorimga ibodat qilaman. Uningga hech ahadini sherik keltirmayman. Aytqinki, men sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'la olmayman. Buningga faqat Alloh qodir bo'la oladi. Aytqinki, agar men Allohga osi bo'lsam, meni Allohning azobidan hech kishi qutqiza olmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohmi topolmayman. Shundaq turuqliq men sizlarning talabinglarni qandoq qabul qila olayman? Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Kimki Allohga va uning payg'ambariga osilik qilar ekan, ya'ni kimki Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qilar ekan, Allohga muloqot bo'lishga ishonmaydi ekan, Allohning oyatlariga quloq solishdan yuz o'raydi ekan, u do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zaxda mangu qoladi. Ular, ya'ni mushriklar ogohlantirilgan azobni ko'rgan chaqda kimning yordamchisi ojiz va soni oz ekanligini biladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki,
Sizlarga ogohlantirilgan azob yaqinmi yoki Parvardigorim uningga uzoq vaqt tayin qilamdi uqmayman. Allah g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybidan hech odamni xabardor qilmaydi. Faqat Allah o'zi mamnun bo'lgan payg'ambariga ba'zi g'aybni bildirdi. Uning oldiga va orqasiga kuzatchi farishta silib qo'ydi. Bu Allohning uning, ya'ni payg'ambarning Allohning elchiligini yetkazganligini bilib turishi uchundir. Allah ularning so'z harakatlarini to'liq bilguchidir. Her şeyinin sanını to'liq egalliguchidir.